Binance O'zbekiston fuqarolari uchun P2P bo'limini blokladi. Ana endi P2P orqali shotingizni to'ldirib, diler sifatida daromad ola olmaysiz. O'zbekistonga P2P bo'limi qaytadimi yoki yo'qmi? Va hozirgi kunda Binance da savdo qilish mumkinmi ekan? Savdo qilish mumkin bo'lsa, qay tarzda shotimizni to'ldirib, pullarimizni yechib olishimiz mumkin bo'ladi. O'sha barcha savollaringizga aynan bugungi video roligimiz orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Davom etishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolli video rolikni davom ettirsak ham bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bu video roligimizda nima uchun Binance O'zbekiston fuqarolariga P2P ni bloklaganligini tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. P2P bo'limi o'zi O'zbekistonga qaytadimi, yo'qmi? O'sha savolingizga javob olishingiz mumkin bo'ladi va video roligimizning oxirida hozirgi kunda qanday qilib biz shotimizni to'ldirib, pullarimizni yechish mumkinligini o'rgatib o'tishga urinamiz. Albatta bu video roligimizni Binance ga qiziqadigan do'stingizga jo'natishni unutmang. Barcha informatsiyani qisqa, lo'nda, oddiy tilda yetkazib berishga urinamiz. O'z bo'lmasam ketdik. Xo'p, Binance birjasiga ham kirib oldik. Eng pastdagi bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda "Pomosh в чате" tugmachasi mavjud. Mana marhamat bolalar, ko'rishingiz mumkin, Binance bizga rus tilida tushuntirish xatini jo'natgan. Bu xat bilan biz to'liq tanishib chiqdik va o'zbek tiliga tarjima qilib, oddiy tilda sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Albatta bu xatning to'liq versiyasi bilan tanishib chiqish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. Tarjima qilib, tekst tarzida joylab qo'yganmiz. Podrobniy tugmachasiga bosamiz. Xo'p, 27-may kuni 2025-yil 14:00 da Binance P2P bo'limini O'zbekiston fuqarolari uchun to'liq bloklagan. Ya'ni, ana endi siz P2P bo'limi orqali shotingizni to'ldira olmaysiz va diler sifatida daromad ola olmaysiz. Hatto informatsiya juda ham ko'p, ammo qisqa qilib eng kerakli joylarini o'zimizning tilda sizlarga yetkazib beramiz. Xo'p, P2P bloklandi degani endi qaytib kelmaydi degani emas. Kelajakda qaytib kelishi mumkin agarda O'zbekiston regulyatorlari bilan ba'zi bir dokumentatsiyalarni to'liq bitiradigan bo'lsa. Va kelajakda Binance da O'zbekiston fuqarolari uchun yana ba'zi bir funksiyalar yopilishi mumkinmi deydigan bo'lsanglar, yo'q bolalar. Va bolalar, sразу bitta savolingizga javob berib o'tamiz. P2P bloklandi degani endi savdo qilish mumkin emas degani emas va bemalol xuddi shunaqa tarzda sizlar shotinglarni to'ldirib, pulinglarni yechishingiz mumkin. Qay tarzda? Sal pastroqqa tushamiz va mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. Binance bizga aytibdi. Bemalol Humo karta orqali shotimizni to'ldirib, pullarimizni ham o'sha Humo kartamizga chiqarishimiz mumkin ekan. Va bu yo'l P2P ga qaraganda ancha tezroq va qulayroq. Chunki biz dilerni kutmaymiz va yaxshi dilerni qidirishimiz ham shart emas. Prosta karta raqamimizni yozamiz, shotimizni to'ldiramiz. Pulni chiqazayotganda xuddi o'sha karta raqamimizga chiqazishimiz mumkin bo'ladi. Обязательно Humo karta bo'lishi kerak ekan. Ana endi kelinglar, sizlarga shot to'ldirishni o'rgatib o'tadigan bo'lsak. Xo'p bolalar, ana endi kelinglar, hozirgi kunda biz qanday qilib shotlarimizni to'ldirib, pullarimizni yechib olishimiz mumkinligini o'rgatib o'tishga harakat qilamiz. Uning uchun biz targovla tugmachasiga bosamiz va P2P bo'limiga o'tamiz. Barchasini oddiy tilda yetkazib berishga harakat qilamiz. Ammo qanaqadir savolinglar tug'iladigan bo'lsa, komment orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda biz "Пополнить" tugmachasini ustiga bosamiz. Va xuddi shunaqa bo'limga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Qaranglar, sразу aytib o'taman. Shotinglarni faqatgina Humo kartalar orqali to'ldirib, yechib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda "Продолжить" tugmachasiga bossak ham bo'ladi. Bu yoqqa biz o'zimizga kerakli bo'lgan summani kiritishimiz kerak bo'ladi. Biz 400 mingni kiritamiz. "Оплатить" tugmachasiga bosamiz. 400 ming kiritadigan bo'lsak, balansimizga 396 ming so'm tushar ekan. Komissiyalarni hisoblagan holda. Telefon raqamimizga 6 ta raqamli SMS kod keladi. Aynan o'sha SMS kodni mana bu joyga kiritishimiz kerak bo'ladi. "Отправить" tugmachasiga bosamiz. Bo'ldi bolalar, gap bo'lishi mumkin emas, so'mlarni ham qabul qilib oldik. Balansimizga tushgan so'mlarni "Обзор кошелька" bo'limi orqali ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana marhamat, ko'rishingiz mumkin. 396 ming so'm. Ammo biz deylik kriptovalyutani sotib olmoqchimiz. Biz so'mga kriptovalyutalarni sotib ola olmaymiz-ku. Biz so'mlarimizni USDT ga обмен qilishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, xuddi boyagi bo'limga qaytamiz. Bu yerda mana "Покупка и продажа" bo'limi mavjud. O'sha tugmachaga bosamiz. "Купить" tugmachasini tanlaymiz. Tepada so'm, pastda USDT. Biz hamma so'mlarimizni USDT ga обмен qilamiz. 396 ming so'mga 30 USDT kelar ekan. "Купить USDT" tugmachasiga bosamiz. Обработка. 30 sekund ichida обработка bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, momentalniy обработка mavjud bo'ldi. Xo'p, ana endi deylik siz kriptovalyutani sotib olmoqchisiz. Rinki bo'limiga o'tasizlar. Sizlarda уже USDT mavjud.
va bu bo'lim orqali o'zingizga ma'qul kelgan kriptovalyutani sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Daily XRP торговать tugmachasiga o'tamiz. Xo'p, deylik biz hamma USDTlarimizga XRP tokenini sotib olmoqchimiz. Kupit XRP tugmachasiga bosamiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. XRP coinlarini ham sotib oldik. Sotib olgan XRPlaringizni albatta kashflog bo'limi orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ammo siz pulni yechib olmoqchisiz. Uning uchun siz xuddi shu sotib olgan XRPlaringizni sotishingiz kerak bo'ladi. P2P bo'limiga o'tasizlar. Пополнить tugmachasiga bosasizlar yana bir bora. Xo'p, покупка и продажа bo'limiga o'tasizlar. Kartanglarga, uz kartanglarga sizlar USDT chiqaza olmaysizlar. Ana endi sizlar USDT ni so'mga sotishingiz kerak bo'ladi. Uning uchun bu yerdagi продать tugmachasiga bosasizlar. Deylik biz hamma USDTlarimizni so'mga sotmoqchimiz. Max tugmachasiga bosamiz. Tak, 30 USDT ni sotadigan bo'lsak, balansimizga 389 ming so'm tushar ekan. Продать USDT tugmachasining ustiga yana bir bora bosamiz. Подтвердить. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi pullarimizni kartaga yechib olsak ham bo'ladi. Qanaqa qilib deydigan bo'lsanglar, boya so'm kiritish sizlarga ko'rsatdik. Ana endi kelinglar chiqazish ko'rsatadigan bo'lsak. Mana bu yerdagi вывод tugmachasiga bosamiz. Tak, продолжить. Tak, bu yoqqa o'zingizga kerakli bo'lgan summani kiritishingiz kerak. Biz hamma so'mlarimizni yechib olamiz. Подтвердить tugmachasiga bosamiz. Xo'p, ana endi bizani email pochtamizga xat boradi. O'sha hamma kodlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi bolalar, gap bo'lishi mumkin emas. Pullarimizni ham qabul qilib oldik. Ko'rib turganingizdek, hammasi tez va juda ham oson. Albatta bugungi video roligimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bu video roligimizga like bosishni ham unutmanglar. Va bolalar, Telegram kanalimizning silkasini описаниеda qoldirib qo'yamiz. Boyaga ko'rsatib o'tgan xatimizni tarjima qilib, tekst tarzida to'liq tashib qo'yamiz. Bemalol tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Barchangizga xayr bolalar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha